Yaqin vaqtda AQShda immigratsion vizalarni rasmiylashtirish tizimi o'zgarishi mumkin. Tramp migrantlarga xavfsiz shaharlarga nisbatan yangi choralar tayyorlamoqda. App Store'dan ICE xodimlarini aniqlashga yordam beradigan ilova olib tashlandi. Migrantlarni himoya qilgan jurnalist Gevara AQShdan Salvadorga deportatsiya bo'ldi. Tramp ma'muriyati voyaga yetmagan nelegal migrantlarni bolalariga $2,500 to'lashni taklif qildi. Chikagoga 300 ta Milliy gvardiya xodimi yo'llantirildi. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun 11-oktyabr va odatdagi AQShda bo'layotgan vaziyatlar haqida oxirgi yangiliklar. Birinchi yangilik Chikagodan kelmoqda. Aynan Chikagoga AQShning prezidenti Donald Tramp 300 tadan ko'p Milliy gvardiya askarlarini yubormoqda. Bu harakatlarga Illinois hokimi Pritzker o'z qarshiligini bildirdi. Eslatib o'taman, bunday harakatlarga asos bo'lganligi bu shu ICE xodimlari tomonidan Brighton Park hududida bir ayolga jarohatlar yetkazilgan va bundan keyin shu ICE faoliyatiga qarshilik ko'rsatayotgan ommaviy guruhlar ICEga nisbatan har xil keskin harakatlarni kuchaytirishdi. Homeland Security'ning rasmiy ma'lumoti bo'yicha bu ayol ICE xodimlarini mashinada bosib ketishga harakat qilgan va uning yonida qurol ham bo'lgan. Va aynan shu sabab ICE xodimlari bu ayolga shunday harakatlar qo'llashgan. Bunga qaramasdan Illinois hokimi Pritzker Trampning harakatlarini bu Illinois shtatining haq-huquqlarini buzilishiga olib kelayotganligini yana bir marta gapirib chiqdi. Odatdagi bizni Chikagodan ko'rayotgan bizning vatandoshlarimiz bor bo'lsa, kommentariyada yozinglar, vaziyat qanday? Yaqin vaqtda AQShda immigratsion vizalarni rasmiylashtirish tartibi o'zgaradi. Birinchi bo'lib bu AQShda yashayotgan va o'zining viza statuslarini immigratsion vizalarga almashtiraman deganlarga tegishli. Hozircha ikkita asos haqida ma'lumotlar bor. Birinchi asos bu ish beruvchi asosida immigratsion viza olish va oilaviy sponsorstvo orqali shu immigratsion vizalarni olish. Bunday harakatlarga asos bo'lganligi USCIS'ni shu ichki tizimini o'zgartirish va hujjatlarni ko'rib chiqish muddatlarini qisqartirish. Birinchi bo'lib shu AQShni boshqa davlatlarda joylashgan vakolatxonalari, shu elchixonalari va konsullik bo'limlarining ishini AQShdagi USCIS ofislari bilan birga ishini shu ijobiy tomonga o'zgartirishga qaratilgan. Donald Tramp administratsiyasi va migrantlarga xavfsiz bo'lgan shaharlarning ma'muriyati orasida munosabat asabiylashmoqda. Hozir AQShda bir nechta shaharlarni, shtatlarni migrantlarga xavfsiz shaharlar deb etishmoqda. Bunga asos bo'lganligi bu shaharlarning rahbariyati Donald Tramp kiritayotgan nelegal migrantlarga qarshi qonunchilikka bosh sunishmayapti. Bu degani bu shaharlarda shu ko'proq demokratik partiya a'zolari yashashadi va rahbariyat ham demokratik partiyaga tegishli va ular Tramp kiritayotgan shu nelegal migrantlarga qarshi siyosatga ancha qarshilik ko'rsatishmoqda. Masalan, bu shaharlar New York, Chicago, Los Angeles, San Francisco, Boston, Seattle, Denver, Portland, Filadelfiya, New York va yana bir nechta shaharlar. Bu degani aynan bu shaharlarda migrantlarning hujjatlarini hech kim tekshirmaydi va ularni ICE xodimlari tomonidan berilgan talablar bo'yicha hech kimni qo'lga olishmaydi. Aynan shu shaharlarning rahbarlariga nisbatan Tramp administratsiyasi AQShning qonunlarida belgilangan bir nechta moddalar bilan harakatlarni boshlashdi. Bu harakatlar masalan bir tomondan shu rahbarlarni ma'muriy javobgarlikka tortish, boshqa tomondan umuman bu shaharlarga bir xil vaziyatlarda shtatlarga federal hukumat tomonidan pul berishni to'xtatish. Tramp administratsiyasi yana bir yangilikni kiritmoqda. Endi AQSh hukumati har bir 14 yoshga yetmagan nelegal migrant bolasiga $2,500 taklif qilishmoqda. Bu taklif birinchi bo'lib bu nelegal migrantlarning bolalarini vatanga qaytishiga qaratilgan. Bu degani bu pulni olishga rozi bo'lgan shu nelegal migrantning bolasi vatanga qaytish kerak. AQShning konstitutsiyasi qonunchilikda belgilangan pravo na убежищеdan o'z xohishi bilan отказ qilish kerak. Bu choralar shu Trampni
nelegal migratsiyaga qarshi siyosatiga tegishli yana bir bosqich desak bo'ladi. Apple korporatsiyasi AQShning Adliya vazirligining da'vosidan keyin App Store'dan IceBlock ilovasini olib tashladi. Eslatib o'taman, bu ilova orqali shu ICE xodimlarining harakatlari, reydlari haqida ma'lumotlarni ko'rsa bo'lardi. Odamlar qayerda ICE xodimlarini ko'rsa, shu ilova orqali kirib ma'lumotlarni yuklashardi va bu shaharda yurgan nelegal migrantlar bu ma'lumotlarga ega bo'lib, u hududlardan qochishardi. Bunday harakatlardan keyin albatta bu ilovani ishlab chiqqan odamlar Apple'ga nisbatan sudga o'z da'volarini yuborishadi. Va men o'ylaymanki, shu App Store'dan bitta ilova olingandan keyin ko'p vaqt kerak emas, yangi ilovalar paydo bo'ladi. Bu degani odamlarda bunday ilovaga sпрос bor, chunki bir xil norasmiy ma'lumotlar bo'yicha AQShda 15 milliondan ko'p nelegal migrantlar bor. Va aynan shu odamlarga bunday ilovalar juda ham kerak bo'ladi. Jurnalist Mario Guevara AQShdan Salvadorga deportatsiya bo'ldi. Eslatib o'taman, Mario Guevara bu salvadorlik bir jurnalist, AQShda o'z faoliyatini yuritgan, u o'z harakatlarida shu migrantlarga bo'layotgan vaziyatlarni yoritgan, ko'p vaziyatlarda ICE xodimlari, migratsion xizmatlarining xodimlariga nisbatan har xil ma'lumotlarni ommaviy axborotlarga chiqargan va bu harakatlar uchun AQShda Emmy premiyasiga o'z vaqtida ega bo'lgan. Shu bitta protest jarayonida u jurnalistik faoliyatini olib borayotganda ICE xodimlari uni qo'lga olishgan va ICE'ning detentionida 100 kundan ko'p o'tirib, mana nihoyat o'z vataniga deportatsiya bo'ldi. AQShning jurnalistlarni himoya qilish komiteti va bir nechta advokatlar Mario Guevaraga yordam berish haqida gapirib chiqishdi. Bu degani yaqin vaqtda ular bunday harakatlar ustidan AQShning sudlariga o'z da'volarini yuborishadi. Hurmatli vatandoshlar, niyat qilamanki, sizlarning hujjatlaringiz joyida. Men esa sizlarga AQShning Houston shahridan alangali salom yuboraman. If you comment, share or like my videos, you make great contribution to my new channel. Thank you very much. Xullas, ko'rishguncha sog' bo'linglar, hurmatli vatandoshlar.